Enter Engineering'da yana to'polon. Shirkat ishchilari 8 oydan beri maosh berilmaganidan norozi. Yo'llarni yopib tashladik. Bu tomondan yopib. Ana bugun dushanba kuni yig'ilgan odamlar yo'llarni yopib tashladik. Bu tomondan yopib. Samarqand Albuxoraga ishlash. Avliga. Maktabga ham ishlash bo'lyapti. Obstonga boryapti. Taza joniga tegib ketdi o'zim mana. 8 oydan beri aylanamiz. Davoschi ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda. Qanchadan beri oylik olganingiz yo'q? 8 oydan beri oylik olmagan shopirlar. Mana ovqatlanmadilarmi? Nima uchun Galadovkami?